Kachitasi yaxshi. Короче, bu qilib berdi, lekin biz yana qaytib qilamiz, yana shuncha kutamiz. Endi qo'shtirni qo'l berish kerak. Va nihoyat. Biz shuni olamiz, shuni tashlasak bo'ldi. Mana shuncha mingta qator so'zni bitta fayl ichiga olishimiz lekin to'g'ri emas. Bitta adanglar fayl olishimiz kerak endi. Yo'q, qotmabdi. Bo'lgan ekan. Buni bitta unaqanchaga olamiz. Faylchaga olamiz. Faylcha nomimizni nima qo'yamiz? db.js deb qo'yamizmi? Baza turadi. Konstanta deymiz, data deymiz. Olamiz bu yerga. Shuni tashlaymiz. What is happen? Why? Couch kinet. Kim kelib ketib shu jashibdan. Tamam mana. Endi muammoda qilmasizlar, tog'ajon. Mingta suyus. Zo'r. Soch oqartiradi deydi-ku. Bo'ldi mana qo'yadi. Endi buni bitta ish qilamiz. db.js turibdi-ku. Indeksga kelib scriptdan keyin script src db.js beramiz. Va scriptga kelib turib bitta console log qilaylikchi scriptimizdan datani va mana beradi data. Eslaringizmi? Bitta bosamiz, endi chiqish kerak. It's not defined deyapti. Topolmadi deyapti. Okay. Muammo emas. Bo'lmasa, ana shu ishlamagan holatda mana bu usul qilib beramiz. Ustidan tashab qo'yishni. Va mana chiqdi. Ya'ni tepaga qo'yish ham, pastga qo'yish ham farq qiladi. Faylni bor-ku, data har doim tepaga chiqish kerak. Ma'lumot olmoqchi bo'lsalar, script orqali. Scriptdan oldin turish kerak ekan, data db.js. O'sha uchun chiqibdi ana bizga. Endi db.js bilan boshimiz qotirmaymiz. Endi bu yerda просто tak datani chaqiramiz bo'ldi. Languagesni o'chirib tashlaymiz. Bosamiz. Endi misol uchun inglizchaga yozishimiz kerak bizga. Beach undefined deyapti. Banan deyapti ana. Kelinglar grape yozamiz. Mayo. Grape ekan. Grape. Uzun. Ishlayaptimi tarjimon saytimiz? Beef, mol go'shti ekan. Beef yozamiz. Beef, mol go'shti. Ishlayapti programmamiz. Uyga borib bularni pul analiz qilinglar. Alaykum assalom. Shuni ikkovlari vaqtda ham beradi, o'zbek. Yo'q, qilsa bo'ladi. Ko'rishmi? Yo'q. Просто bizga unaqa kerak. Anaqa narsacha kerak. Misol endi o'zbekchadan inglizchaga o'tkazish. Mayli, tushunadi. Tupizm master. Tushunadi. Ana. Voy, o'g'li xo'ri parod qiladi bizani. Sababi anaqa qo'yish mumkin emas, o'rik-po'riklarga. JS uchun qildik. Qani endi JS formatiga keltirib qil biladimi? Ana. Bu boshqa format lekin. JSON formatiga keltirib qo'ydi. Vashi Python bo'lmaydimi shu? Haqiqatan-ku JavaScript bilan Python urg'ini boshqa. Qayda yaxshi?
Sen svet ko'zimni o'rttirmagadir. Sen teşekkürler. O'chiringlar ham svetni. Lekin bitta narsani bilinglar. Datalar asosan JSON fayllarda saqlanadi. Biz db.js qildik-ku. db.js ga ishlatamiz mana bu narsani. Asli mana bunaqa db.json degan fayllar yaratiladi. db.json. Bu nimasi yaxshi? Misol db.js 10 GB joyini olsa, db.json 100 MB joyini oladi. Shunchalik pamit kam bo'ladi serverdan. Ekonom, tez ham ishlaydi shu uchun. She'r tashab, ana she'r tashab qo'ydik misol uchun. Lekin bu kuchuk har tarafdan xato qildi. Bizning kuchugimiz. Mana, hozir ko'ramiz. O'chirib turaylik o'zi db.js JSON keyin yaratamiz. Uz n ekan bizaga. Bu yerda uz n qo'yamiz, input qilamiz. Sinab ko'raylik. Keldik. Nima deymiz? O'ri deymiz. O'rik. Is not defined data deyapti. Biz datani qayerda yozdik? Ha, bu yerda. To'xtatamiz datani ishdan. O'ru deb yozamizmi? O'rik undefined deyapti. Bizga topmadi. Bitta console log deylik. Uz n nima qilyapti? Ko'rish kerak. Men blok ichiga yozmayman aytaverayotgan misolda. O, mana chiqibdi lekin. O'rik so'zim ayol. Yo'q, chiqibdi. Dastur deb yozaylikchi. Program. Wow. Ishladi. Bizga unaqa JSON bermas ekan. Misol uchun nima yozamiz? Aka deb yozaylik qani? Older brother. So'zga ikona qo'yishgan bilan o'zbekim beri inglizcha so'zlasa o'zbekcha chiqib qolmaydi. Nima? O'zi beri inglizchasini yozsa o'zbekcha chiqib qolmaydi. Yo'q, lekin buni ham yo'li bor. Ikona qo'yishgan bilan ana shu so'zlarni Bitta qo'shish uchun logika yozishimiz kerak. Foydalanuvchi o'zi tanlashi kerak. Inglizchami yoki unaqacha bizga o'zi qiynalib qoladi bo'lmasa. Asli tarjimon saytlarga ana bu narsa ulanadi, bilsalaringlar. Google Translate IP'si ulanadi. Misol uchun ko'rsataman sizlarga. .zas degan sayt bu. .uz ko'ramiz shuni. Mana bu yerga qarasak, bitta inglizcha bo'ladigan bo'lsak, mana bu yerda translate'ni ko'rdingizlarmi? Chetchaga chiqdi. Qarab turinglar chetchaga. Ana, qo'chib ketyapti. Translate qilib ketadi ana shu yerdan. Mana shunaqa. Lekin taxladik, ko'rdingizlar. Ana bunday qilsak bo'ladi-da, o'zi Elyor aytganday, misol buni tanlanishi kerak. Misol yana bitta prompt bo'ladi, change language degan. Change lang deymiz, prompt deymiz. Bu uchun tilni kirit. To'g'rimi? Endi olamiz. If deymiz, qachonki change language bizga teng bo'ladigan bo'lsa n ga, ya'ni ingliz tilidan o'zbek tiliga. Into uz deb yozsin foydalanuvchi. Teng bo'ladigan bo'lsa ingliz tilidan teng bo'ladigan bo'lsa bizga if qachonki input kiritilsa bizga qaytarsin. Uzamotki datamizni. Hozir buni bitta shunday kopirka qilib bitta bunday qilaylik. Endi pastdan yana bitta tashlaymiz. db.js ga ikkita o'zgaruvchimiz bor bilsalaringizlar, bittasi uz n, bittasi n uz bo'lsin. Mana ikkita bo'ldi. Bu yerda yozamiz alertga bizda nima bo'lyapti? Ingliz tilidan bo'layotganligi uchun n uz qilamiz. Yo, aksinchami? Ha, to'g'ri, shunday. Va bunga input beramiz.
ya'ni aks holatida else if deymiz. Yo, bera emas. Else bu so'z topilmadi deb chiqsin. Console log bu so'z topilmadi deb chiqsin. Mana. Va else qismiga qaraymiz. Else if qo'yamiz bu yerda. Yana change language ga bunday qilib turib us to n qilamiz. Ya'ni mana shu so'z yozganida foydalanuvchi mana promptda bizga mana bu kodimiz ishlasin. Aks holatda xatolik chiqarsin общийda. Console log. Xato. Mana. Ko'rsangiz logika nimalar bo'lib ketdi? Короче, qaranglar. Hozir bu ishlaydi. Miya chalkash emas, endi bir o'rganib olasan, keyin o'zingni logikangdan kelib chiqib qurasan buni. Men hozir o'zim logikamdan kelib chiqib qurdim. Sen logikang boshqacha bo'lishi mumkin. Sen logikang menikidan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Lekin ishlab tursa bo'ldi. Bitta masalani turli xil yo'li bor yechishda. O'ylaysan, bu matematikada bir xil formulaga ketmaydi. Bir xil boshqacharoq. Bir kengroq fikrlashing kerak, har xil formula bo'lib ketadi bu senga. Matematika bitta formulaga tushadi-ku. Masalalar, misollar. Bunga unday emas-da. Sen formulalar yaratasan har xil bu yerda. Ana shu olamiz. Bitta qaytib bo'lsamiz, nima yozamiz dedik? Ingliz tilidan o'zbek tiliga. Bosdik. Bu yerda o'tanglar. Bizda xatolik. Keyin bitta dasturda bitta narsa eslaringizdan chiqmasin, ketma-ketlik to'g'ri tuzilishi kerak. O'zi mana bu narsani so'radi birinchi bo'lib bizdan. Bizga lekin dasturimiz bo'yicha birinchi tilni so'rasin. Bir ingliz tiliga kirgiz deyapti. Bali. Keyin bitta muammomiz bor yana. Hozir uni keyinchalik ko'ramiz. O'zlar chust qilgan bo'lishlaringiz kerak shu muammoni. Bu chust emaslar. Bosdik. Tilni kirit deyapti. Nima edi bizga til? Uz. Tashladik. Ingliz tilida so'z yoz deyapti. Faqat ingliz tilida so'z yozamiz. Apple. Olma. Okay. Endi o'zbek tiliga yozadigan qilamiz. Tilni kirit. Buni funksiyani unaqasini beramiz, to'g'rilaymiz. Va ingliz tilida deyapti yana. Xato mana bu yerda. Ko'ryapsizmi? Lekin qara. Aka deb yozaman, older brother deb chiqyapti. Ishlayapti. Prosta chiqish kerak-da. To'g'ri, mana shuni qo'yish uchun nima qilamiz? Kim aytadi menga fikr beradi? Buni o'chiramiz-ku. Nima qilamiz? O'ylanglar-chi. O'zbek tilida. Endi o'zbek tilida qilaman deydi. Ha? Ha, o'zi avtomatik bo'lishi kerak. Bitta o'ylanglar ham nima bo'ladi? Sizlar nima deysizlar? Kimlarning fikri bor? Bu yerga nima qo'yish kerakligiga? Qaranglar. Change language qo'yamiz bo'ldi. Change language bu yerga keltirib qo'yamiz, prostata plus qo'yamiz. Bu yerga kiritgan narsamiz bu yerga kelib tushadi. Mana bu narsamiz o'sha yerga, mana. Oldik, copy qildik. Bitta bunday qilaylik, bitta to'xtatamiz ishni. Boshladik. Tilni kirit. Mana shu tilni kiritdik va ingliz tili o'zbek tilida yoz. Endi chiqibdimi? Ha? Nima qildik? Mana o'zgaruvchiga yozilgan ma'lumotni o'sha yerga tiqib qo'ydik. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi mantiqqa to'g'ri kelyaptimi? Mana bu yerni qiyinlashtirmaylik. Bu yerga bitta ish qilamiz. O'zbekchani. En deb yozamiz bu yerga esa uz deb yozamiz bo'ldi. O'zbek deb yozgan. Endi ko'proq qiynalmaylik. Uz deymiz, o'zbek tilida yoz. Aka, older brother. Ketdik, ingliz tilida yozamiz. Ingliz tilida yozdik. Misol uchun brother, brought here undefined. Topolmadi. Tilni kirit. Eng apple bo'ldi. Olma chiqdi. Endi keling. Shu narsani ekranga chiqarishni o'rganamiz. Prompt bilan emas, endi inputlar orqali kiritib ekranga yozadigan qilamiz.
Vashi qiyinlashib ketyapti, ha? So'z ChatGPTga agar ingliz tilidagi bor so'zni chiqarib bersa. Yo, 20 mingta so'z kerak emas. Siz nabisa qilib ketadi kompyuter. Yo'q, chiqaradim. Chiqaraveradi. Vaqt ko'p ketadi-da. Qilamizmi, xayr? Yo'q, man o'zim qilmoqchiman. Hay, tamam. Yo, bular o'zi osonroq usullari bor bachalar. Hozir biz eng qiyin usuldan ketyapmiz. Eng qiyin bo'ladi-ku. Ruchnoy yozamiz-ku hamma narsani. Bular kutubxonalari bor o'zini. Ya'ni Viber shu olasan kutubxonani qo'yasan o'zi. Bitta inputni qo'yasan o'zi chiqarib tashlayveradi. Taqar tez bo'ladi. 5 minutga qilasan. Hozir lekin buni qilsangiz kerak. Tagiga nima logika ketibgan bilasan, tag ana shunaqa narsalar yozilgan. Biz tagini tushunamizda. Uchun qiynalyapti odamlar. Misol, Bunda avtomatik emas. o'zi logikani ham o'zim yozdim. Boshidan yozdim. Bu narsa tayyorgarlik ko'rilmagan hozir. Mana bu language'ning logikasini yozishga tayyorgarlik ko'rilmagan. Hozir kashf qildik biz buni. Sun'iy intellekt o'zimiz yo'l bilan kashf qildik. Ana shunday bo'lish kerak dasturchi. Misol ishga senga biron task berdimi? Kompaniya sen olib o'zing logichni yechishing kerak. O'tirib ko'rasan? Har xil usulni qilib ko'rdik. Massiv yaratdik, massivchiga obyekt qildik. Ha? Bu realda ishlayotganday bo'ldi, ko'rding? Lekin axir topdik yechimini. Birinchi yechimni ko'ra optimalroq yechim qidirib ko'rdik. Qaradik bo'lmadi. Demak, birinchi yechim bilan qoldik o'shanga. O'sha uchun Ctrl Z qilindimi? Ko'ring, birinchi yechim yaxshiroq edi. Xo'p. Ketdik, endi chiroyli qilamiz. Bu uchun H1 deymiz. H1 ga til deb qo'yamiz. Bunday qilib qo'yamiz. Prosta tak. Va bunga bitta span berib ketamiz. Span tog'oni beramiz. Hop, span deymiz. Bunga hozircha by default in tursin ingliz tilida. Hop. Va bu yerda input beramiz. Input bootstrap etilmagan sizlarga. Etilgan. Ingliz tilida kirgizadi va bizga javob bunga chiqadi. Olma misol uchun. Voy, tutaylar. Shu asabim o'ynaydi shu narsa. Prompt qilmaylik shuni. Misol uchun oddiy bunday qilib qo'yaylik. O'zbekcha xatolik beryotadi. Xatolikni ham ko'rish xohlamaymiz biz. Mana, eng olma. Bu yerda esa tarjima deb qo'yaylik bitta. O'zbekcha sayt-ku. Tarjima deb qo'yamiz. Mana. Olma. Bu yerdan kirgizadi Apple'ni. Enter bosamiz, olma deb chiqadi. Sizlar? Bitta bootstrap qo'yaylik, chiroyli bo'lsin saytimiz. Bootstrap deymiz. Bootstrap deb kiramiz. Kiramiz saytiga. Docs degan qismi bor. Bosasizlar. Mana shu yerdan shunday linkni kopirovka qilib olamiz. CSS ni faqat. JavaScriptni emas, CSS ni. Chunki bir kun ketadigan saytlarni yarim soatga shu bilan quritib tashlasa bo'ladi, Bootstrap bilan. Lekin hozir boshiga birinchi tagini o'rganish kerak-da. Saqlanib qildik, endi qarasak, chiroyli ko'rinishga keldi, ancha saytimiz. Yanada chiroyli qilamiz buni. Class beramiz. Form control. Form control berdik. Va uzunlik beramiz width 25, 250 piksel. Ko'rdingizmi? Bitta class bilan tirs. Tamam, vashshe oddiy. Vashshe zo'r. Bu yerga ham bitta class beramiz, padding beramiz. Bu joyda bootstrap nimalarni yozganmisiz? Men esimdan qolib ketgan, ko'p yozganman. Dokumentatsiyasidan ko'rsalaringizlar bo'ladi. Kirasizlar. Bu yerda, mana bu yerda qarasalaringizlar o'z ko'ramiz. Tayyor ana bu yerga kodlar berilgan. Mana bu linkni ulash kerak o'zi, silka qilib, xuddi. CSS qanday ulaysizlar? Xuddi ana shu href qismiga shuni tashlasalar bo'ladi. Mana. Mana shuncha tayyor kodlar yozib qo'yilgan. Biz ishlatishimiz uchun. Mana shuncha. Vashshi zo'r qilgan ishimizni. Muqara qanaqa chiroyli dizayn. Knopkacha ham qo'shishimiz kerak o'zi bitta biza. Button. Tarjimani olib shu mana bu H1 ga tiqib qo'ysak yaxshi bo'lasizda buni. Beraysa
translate qilamiz. Mana knopkani qaranglar. Ikkitagina kod bilan chiroyli ko'rinishga keltiraman. Mana. Ko'ryapsizlar? Flexni qanday beraman deb o'ylaysizlar bera hozir. Tetib olaylik, ichga tashlaylik. Class deyman, de просто flex deyman. Tamam. Vashchi. Keyin bu yerda border radiuslar bersa bo'ladi. Round deyman, men 0 qilib qo'yaman. Menga radius kerak emas. Mana to'rt tarafi ham qirralik bo'lsin. Mana. Va knopkani ham shunday qilaman. Round. Bilaman, menga eska qolib ketgan emas. Mana. Chotka bo'ldimi? Translate'imiz. Endi nimalarni o'zgartirmoqchi bo'lsak, o'shalarga ID berib chiqamiz. ID deymiz bunga length deb beraylik. Length deb beraylik. Bunga esa ID btn deb beramiz. Button uchun, bosilgan payt ishlash uchun. Va mana bu ingliz tili unaqa bo'lish uchun bunga ham ID beramiz. Change lang deb beramiz böyle. Endi bularni olib olishimiz kerak. Birinchi bo'lib konstanta yaratamiz. Lang degan birinchi inputimizni olamiz. Uchun olish uchun document query selector deymiz. Nima deymiz? Lang. To'g'rimi? Nomi? Langmi? Mana id'si lang. ID bo'lgani uchun biza просто rushetka qo'yishimiz kerak. Va console logga bitta tekshiramiz lang degan narsa. Va qaraymiz. Mana inputimiz kelib turibdi. Console logga ko'ryapsizlarmi? Va console ana shu inputni bizga value degan qiymati bor bilsalar. Input target bilasizlarmi buni? Target deymiz. Просто target o'zini yozsakchi yo-mayo. Undefined chiqaryapti. Target value desak, mana qaraymiz. Misol by default value berib ketishimiz kerak-da bu yerda. Knopka bosilgan payt o'zi bo'ladi valyusi. Hozir просто tak value deb yozib ketaylik. Chiqmayapti. Mayli. Demak, qayerdadir xato qildik. Lang degan o'zgaruvchi yo'qmi bizga yana? Query selector value. Mana value ni o'zi ekan. Value ni o'zini bersak bo'ldi ekan. Bunaqa target shart emas. Xo'p. Endi shunday qilishimiz kerakki, lengni olamiz, inputni olamiz, leng qo'yamiz. Ya'ni lengimiz bu input-ku bizga. Yana beri inp qilib qo'ysak ham bo'ladi. inp kiritilganda o'chirdikda uni. Konstanta bo'lgan chatolik berdi. Hop. Endi unga просто tak apple deb qo'yadigan bo'lsak, qaranglar nima qiladi. HTML ga boramiz. Ana valuesiga apple deb qo'yadigan bo'lsak, bizga apple ni chiqaryapti. Change language ni bitta ko'rish kerak, n qilib qo'yish kerak. Change language'imizni keyin ishlaydi. Izat bosh yoriladi o'zi, Izat. Ha? Undefined apple. Böyle. Mana bizga o'z prompt chiqibdi. Shu savol. Alert. Da. Hozir to'tanglar. Yana konstanta yaratamiz. Change language degan narsa bor bizga. Change language
document query selector deymiz. Nima olamiz? Oppa. Mana buni. ID'sini change language olamiz. Buni qilamiz, mana beramiz. Change language bizga eng turibdi va bu hammasi mayda harf bilish uchun to lower case berishimiz kerak. Birinchi str ga olish kerak. Console log str change language beramiz. Böyle ingliz tilida hammasi to change to lower case. Str is not defined. String dedik. Keling. Python bilan adashtiriyorduk biza. String. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu. O'quv markazi deb yozilgan, bilasizmi? Ha, kiring. Familiyangiz nima? Hozir. Sizi? Memanga? At. O'ylam shu pilot chiqmasdan aeroportga. Aeroportga pilot chiqmasaydik, suvga qo'nardim, kim bilsin. Yo'q, ha?
Xo'p, qaranglarchi. Anchagina ishdan bo'sh. Ha? Böyle, ha? Sizlar bunday kod yozmaysizlar baribir. O'z buni uyga borib bir oy, 2 oy ancha kod yozamiz faqat. Keyinroq o'tgandan keyin faqat kutubxona bilan ishlaymiz. Kutubxona ulash oson. Bitta link qo'yibsan, o'zi bootstrap qara. Bootstrapni. Bitta link tashlaymiz, klass beramiz, tamom. O'zi ishlayveradi, tamom, ha. Prosta o'zi berib foundation tashlaydi. Ha, lekin bu narsani yodlanglar, uyga borasizlar, metodlarni tashadim, yodlab kelasizlar, replace metodini yodlab kelasizlar, stringni arrayni metodlari bor ko'p. For each degan metodi bor, map degan metodi bor, search degan metodi bor, filter degan metodlar bor, qiziq filtratsiyalar. O'shalarni yodlab kelasizlar, o'shalar bo'yicha praktika qilamiz faqat. Keyin for looplarni ko'ramiz. Qo'shimcha kelib bilasizlarmi? Soat kurs borasan biron joyga? Qayerga? Nechidan nechigacha? Nechidan nechigacha? 4dan keyin. Hay. Kelasan? Keyin. Harakat qilamaymiz, keyin. React boshlaymiz. O'zi kam qoldi, o'zi qit sabr. Tugatib olamiz, kam qoldi o'zi. Ili Vue, ili Angular yoki React. Uchalasidan bittasini tanlaysan. Sen uchun Vue, lekin men uchun Vuedan ko'ra React yaxshi. Lekin Vue zo'r. Ha. Ishlaymiz ko'proq. Yaxshi va sizlar ham keyinchalik har kun bilasizlar. Hozircha cherizdan bilib turinglar. Sizlar ham JavaScript kelgandan keyin har kun qilishga harakat qilamiz, yana bilmadim. Va'da ber. Siz nima uchun dars kelgansiz kecha? Sizga kecha dars edi. Kecha ham bor edi dars. Nima kelgansiz? Ha? Aytdim-ku, seshanba, payshanba, shanba, yangi gruppadan kelasiz deb. Bir kun kelsizlar, shundan kelmasizlar. Umrim ne yedingda? Bir marta o'tdim aka. Xo'p, sizlarga endi vazifa. Hozir men xuddi ana shu narsani yasaysizlar. Yasab bermadik-ku ular. Vashi boshim shirayorsizlar, to'g'risi. Apple Translate bosgan payt Translate bo'lsin, ha? Olmali deb kelish kerak. Olmali. Balo olmali. Buni qaranglar. Olmali? Olmali qo'yib ketdim bunisi. Olmalimi? Endi qaranglar, bo'ldi. Eshitamiz. Knopkani olishimiz kerak edi. BTN orqali. Mana ID berganimizda buttonga BTN degan. To'g'rimi? Bera bitta o'zgarmasi yaratyapman. Document query selector yoki shunchaki get element by id qilsak bo'ladi. Prosta rushetka qo'ymaysan, to'g'ridan-to'g'ri BTN deb yozasan bo'ldi. Va biza funksiya yaratishimiz kerak. Knopka bosilganda bizani
Ma'lumotimiz tarjima bo'lsin. To'g'rimi? Xo'p, yaxshi. Lekin tarjima bo'lish uchun ana bu yerda ham bitta mana bunaqa voy. Mana bu tupizmni olishimiz kerak. Mana bu yerga qo'yamiz. Mana buni olib bunga ham aytib beramiz. Word deb qo'yamiz. Olma. Misol uchun yozamiz-ku Apple deb. Dinamik o'zgarish kerak-ku elementimiz. Shu uchun. Pasqeli. Biz ne ish qilib turibmiz? Hamma ne ish qilib turibdi bu yerda. To'g'rimi? Niye qo'tib turibsiz? Hamma devona bilib turibdi bu yerda, to'g'risi. Langi deb yozamiz. Langi. Voydana. İngliz tili var şey. İngliz tili emas, klaviatura. Böyle yine bunaqa narsalarni o'chirib tashlaymiz. Mana bularni kommentariyaga olaylik. Ctrl/slash orqali toza kod yozganda yozaylik maza qilib. Nimalarni o'zimiz bilmaymiz-da, to'g'risi. Console log deymiz, inputni chaqiramiz, qaysi element olganimizda, qaysi teglan olganimizda ko'rib olaylik. Qani uchalasi ham birdan chiqishi kerak. Inputni olgan ekanimiz, span olgan ekanimiz, bitta button olgan ekanimiz. To'g'rimi? Mana bu yerga aytsak zo'r ekan, qara. Inputga shuni aytsam, inputni belgilayapti. Spanga aytsam, spanni belgilayapti, qara. Mishkamga qara. Buttonga aytsam, knopkani belgilayapti. Zo'r, ha? Funksiya yaratamiz. Function deymiz, change translate. Mayda harf bilan translate deymiz. Funksiyani o'tganman, lekin bu bo'yicha vaqt e'tiroz qilmanglar. Yomon asab qilaman lekin. Mana bu kodimizni olamiz va funksiyaning ichiga tashlaymiz. Bu yerdan qirqamiz, mana shu funksiyaning ichiga tashlaymiz. Endi bu funksiya qachonki chaqirilsa ishlaydi o'sha payt. Bunisi ishlamaydi. Keling bunga argumentlar beramiz. Change language-ni shundan beramiz. Ha? Alert emas. Endi bizaga nima bo'ladi? Nima bo'lar ekan? Word nomamiz. Yani konstanta deymiz. Word ya'ni so'zni olishimiz kerak, tarjima bo'lgan so'zni. Query selector id demi? Word yozamiz. Xo'p, okey. Word deymiz. Inner html deymiz. Va change language ni ishdagi inputni beramiz. np beramiz. Xuddi mana bunga ham xuddi shu narsani bersak bo'ldi. Prosta qaytalanadi kod, tamom. Bitta logika yozasan, o'sha logika qita eziyoradi, to'g'ri, lekin zatto Opa, okey. Endi bitin bosilganda chaqirishimiz kerak. Uni oldin bitta word ham tekshiraylik, nimalar kelyapti. Voho. Mana bitiga olingan ekan. Bular qo'shimcha atributlar berishlari mumkin. O'sha tekka oid harakatlar. Harakat emas, ma'lumotlar. Endi ketdik. Qachonki knopka bosiladi, bitin add event listener klik bo'lganda, knopka bosilganda bera funksiya bo'ladi, ichki funksiya strelочный funksiya bo'ladi. Mana bu strelочный funksiya, mana bu narsa. Strelkalik funksiya. Ichiga bosamiz. Bosgandan keyin prosta tak translate degan funksiyani chaqiramiz va unga mana bu change range degan narsasiga change range ni beramiz. Ya'ni mana bunimizni beramiz. Change range. Okay. Vashi. Odam boshini qotirdi, ha? Bosamiz. Xato is not defined deyapti.
Xato topilmadi deyapti. Va ana beri qaysi kalor bilan buni bergan ekanimiz? Xato deyapti. Olma deyapti-ku yana. Yema deymiz. Xato deyapti yana. Endi xatoni topish kerak valla. Buni olaylik, ana qiynamaylik o'zimizni ko'p. Wow. Change language is not defined deyapti-ku. Mana bu yerda ekan xato. Apple olma desakchi. Xato yana. Qayerda xato qilyapmi? Voy, yoy, bolalar. Nimaga aytmaysizlar? Two times. Change language o'zi nima qaytaryapti? Bitta ko'raylik shuni. Xato, u zarar yo'q. O'ylab qolmanglar, xato qilishga haqqi yo'q deb hech kim. Hamma xato qiladi. Oba, topdik. Mana shuni olamiz. To lower case qilamiz. Endi bitta qarang, mayda harf bo'ldi. Shuni olamiz u mana bu yerga shunday keltirib tashlaymiz. Keyin buni ham bitta bunday qilib qo'yamiz. Mana. Ya'ni contentini oldikda, text content qilish orqali ichidagi ana bunaqa tekstini oldik. Tushundingizlarmi? To'g'ri. Bo'lsamiz undefined ishladi demak, yaxshi. Apple. Aha. Yaxshi. Hech ishlamayapti, zo'r. Yo, u muammo, hammasi mayda qildik-ku. Muammo boshqa yo'qda o'zi bizda. Toppinglarchi? Nima deb o'ylaysizlar? Ta? Ha? Ha. Bularmi? Oy, yo'q, beraymi? Text content qilish kerak berayam. Lekin menimcha bu yerdan ham emasda xato balla. Men bitta narsani taxmin qilyapman-da. Bitta narsani taxmin qilyapman, vachalar. Bizga bitta narsa bor edi. En uz degan narsaga e'tibor bermadigan menimcha. Ha, o'sha so'zlarni bazasini topa olmayapmiz-ku. Qayerdan topsin bechora bu so'zni? En uzni topa olmayapti-ku. Garangmisan? O'ylachi? Bularga birontasiga mana bunaqa ma'lumotlar turmabdi. Bu ma'lumotlarni chaqirmayapmiz. Shu uchun shunday bo'lyapti. Nima qilamiz? Bunay ana bunday qilinadi. Qaranglar.
en uz qilinadi. Mana yaqinlamiz. Olma, grape. Chiqmayapti. Hozircha console lock qilamiz. En uz inp qilaylik. Mana qaytaryapti. Tekshirish kerak. Undefined qaytaryapti. Hech narsa topmadi deyapti. Shu birinchi o'zgarmas kerak. Orangi inaklar o'zgaradi. Topdik. Value qolib ketibdi. Ya'ni inputni yozyapmiz-ku, faqat tek ketyapti. Tekni ichidagi mana bu Apple ketmayotgan ekanda valyusi. Mana input.value. Topibdi. Endi mana bu ham o'zgaradi. Olma, misol uchun grape. Bum. Ishlayapti, ha? Uyga borib qaytib ko'ringlarmi? Hozir bunisiga ingliz saytida chiqolmaydi. Taxlaymiz siz o'shani ham. Buni boshlamadim. 4 bo'lmadimi o'g'li? 4 o'yincha bo'lib ketibdi. Hay. Bo'lmasa uyga vazifa qoldiraman. Tillarni o'zbekcha inglizcha. Men, короче, faylni ham tashlab beraman sizlarga.